Bizni o'zi qo'yayotgan qadamimiz gunoh deydi ba'zilar. Nima qilaylik deydi. Biz o'zi qadam qo'yyapmiz, qadamimizda gunoh bor deydi. Birodar, e'tiqodni to'g'rilab oling, aslida qo'yayotgan qadam emas, olayotgan nafasimizda savob bor. Nafaslar qadamlardan ko'ra ko'p. Aslida mu'min salom bersa, mana oddiy xohlagan bir odamga salom bersangiz, tanigan, tanimagan, umuman aloqasi bo'lmagan odamga salom bersangiz, savob olsangiz siz. Masjidga qadam bosib kelyapsiz, nafas olib kelyapsiz, harakatlar, tahoratlar qilyapsiz, kiyim kiyyapsiz, mashinamizni g'ildiraklari aylanyapti. Har bir g'ildirayot mashinamizning g'ildiragi aylanayotganida bizga Alloh taolo savoblar beryapti. Har bir amalimizga savoblar beryapti. Aslida bizni Alloh taolo siylab savoblari ziyoda bo'lsin deb Alloh taolo bizni yaxshi ko'rib bizga shuncha imkoniyat bergan. Mana shuning uchun e'tiborli bo'ladigan narsalarimizdan, negaki buni aytyapmiz, bugun kamayib boryapti bugun. Bugun salom bermay qo'yyapti bolalarimiz, farzandlarimiz, aka-ukalarimiz. To'g'ridan to'g'ri o'qrayib qaraydi, salom bermaydi, o'tib ketaveradi. Yoki mabodo assalomu alaykum va rahmatulloh desak, nima deydi? Biz tanishmasmizmi deydi. Biron gapingiz yo'qmi deydi menga. Yo'q, nimaga unday deyapsiz desa, chuqur salom beryapsiz-ku deydi. Biror bir masala yo'qmi bizga deydi. Yo'q, shunday salom beryapmiz. Xo'p, biron gapingiz yo'qmi, aniqmi deydi. Shunaqa holatlarga o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Bizni o'zi qo'yayotgan qadamimiz gunoh deydi ba'zilar. Nima qilaylik deydi. Biz o'zi qadam qo'yyapmiz, qadamimizda gunoh bor deydi. Birodar, e'tiqodni to'g'rilab oling, aslida qo'yayotgan qadam emas, olayotgan nafasimizda savob bor. Nafaslar qadamlardan ko'ra ko'p. Aslida mu'min salom bersa, mana oddiy xohlagan bir odamga salom bersangiz, tanigan, tanimagan, umuman aloqasi bo'lmagan odamga salom bersangiz, savob olsangiz siz. Masjidga qadam bosib kelyapsiz, nafas olib kelyapsiz, harakatlar, tahoratlar qilyapsiz, kiyim kiyyapsiz, mashinamizni g'ildiraklari aylanyapti. Har bir g'ildirayot mashinamizning g'ildiragi aylanayotganida bizga Alloh taolo savoblar beryapti. Har bir amalimizga savoblar beryapti. Aslida bizni Alloh taolo siylab savoblari ziyoda bo'lsin deb Alloh taolo bizni yaxshi ko'rib bizga shuncha imkoniyat bergan. Mana shuning uchun e'tiborli bo'ladigan narsalarimizdan, nega